inson bilimli, har tomonlama yetuv, professional mutaxassis bo'lib shakllanishi uchun ta'lim juda muhim rol o'ynaydi. Albatta bu ta'lim jarayonida birinchi navbatda, ayniqsa tibbiyot sohasida, tibbiy ta'limda yosh talabalarga, qolaversa yosh mutaxassislarimizga auditoriyaning ichida, aytaylik, bugun appendiktektomiya mavzusi, ya'ni appendits bilan shikoyat qilib kelgan bemorni appendiksni laparoskop orqali kirib amaliyotni o'tkazish jarayonini mavzusini o'rgatish bo'ladigan bo'lsa, ushbu mavzuni bundan dastlab 100 yil oldin 19-asrlarning boshida Uilyam ismli ingliz olimi tomonidan ushbu metodologiyani, ya'ni dars berish metodologiyasini, ushbu mavzuni 4 ta bosqichga bo'lib o'rgatgan. Bunda birinchi navbatda demonstrativni, birinchi bosqichning o'zida demonstrativni, ushbu mavzuni umumiy obzorni qilib, demonstrativni tushunchalarini auditoriyaga yetkazib bergan. Ikkinchi bosqichda esa ushbu mavzuni yetkazib bergan mavzusini detalizatsiya, ya'ni maydalab har bir etapini talabalarga yoki yosh mutaxassislarga o'rgatgan. Uchinchi bosqichda esa albatta bu o'zlashtirish, ya'ni освоение. Auditoriyadagi talaba bo'ladimi, yosh mutaxassis bo'ladimi, ushbu ikkita bosqichni qanchalik darajada va foizda o'zlashtirishini baholangan va kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, uni joyida to'ldirilgan. Va 4-chi bosqichi bu otsenka bo'lib hisoblangan, ya'ni baholash jarayoni. Va bu baholash jarayoni ham olib 3, 4, 5 bahoni qo'yish emas, albatta. Talaba yoki yosh mutaxassis mana shu 3 ta bosqichni o'zlashtirgan har bir foizini qanday qilib uni amalda bajara olishi va qolgan kamchiliklarini albatta yana to'ldirish bilan baholangan. Buni 4-chi bosqich, ya'ni otsenka deb baholangan. Va bu albatta birinchi bosqichida, demonstrativniy bosqichida talaba auditoriyada 50% ma'lumot berilsa, ya'ni o'zlashtirishi 50% ni tashkil etsa, ikkinchi bosqichida demak bu 20% ni tashkil etgan. Detalizatsiya jarayonida talabaga bilim berish va uni talabani o'zlashtirish jarayoni yana 20% ni tashkil etgan. Bunda jami 70% ni tashkil etyapti va 3-chi, 4-chi bosqichida bu 5% dan 10% ni tashkil etgan. Jami bo'lib bu 80% ushbu birinchi o'sha bugungi mavzu appendiktektomiya mavzusini talabalarga berish 4 ta bosqichi natijasida talaba 80% fanni o'sha kunning o'zidayoq o'zlashtirgan. 20% yana nimadir qilishimiz kerak talabaga 100% bu ushbu mavzuni o'rgatish uchun. Bunda 19-asrning 70-, 80-yillarida Peytonskiy ismli rus olimi tomonidan ushbu Uilyam tasnifini, 4 bosqichli tasnifini takomillashtirgan holda yana 2 ta o'zini bosqichini qo'shimcha taklif etadi. Uilyam taklif etgan, joriy etgan 4 ta bosqichni takrorlash, ya'ni повторение